بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ Hamildarlık halatda ezküremlik ömrümde oluyor mesela. Hamildarlık halatda bir hun kep kaldı mesela. Bu hez olamdı bu mumda. فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض. Demek bula hamilda ayılma ezkürüdü deb qarabdı. وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض. Hamil ayıl ezkürmeydi deb qarabdı. وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة إلا نصيبها الطلق فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس. Demek hamile ayol ezkömeydi. Lekin xun kep qalsa bu kasallikdan, boshqa bir illatdan kep qalgan qon oludu. To'lg'a qilgan chaqda andan u chaqda kagini bu nifasning to'lg'aqdan qon oldu. Bu onda ittifoq. Yani to'lg'a qilgan chaqdagi rasmiy injiqlab qilgan chaqda kagan qon bola tug'ilish vaqtidagi qon bu nifasning qoni deb ittifoq ketdi. وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. Demek illa yusibaha talq to'lg'aq degan chaqda bir ijmo o'rni bor ekan. Buning nifas ekanligiga. Bu nifasning hukmi hayzning hukmi. Namoz o'qiganmaslik, masalan, ro'za tutmaslik degandek, yo tavob masalasida va yuqorqi masalani hozir oyoqlashtirgan bo'ldimi? Hamila hayz ko'ramdi, ko'ramdi. Hozirgi doktorlarning qarashi nima bu masalada? Hozirgi doktorlar tibbiy jihatdan taraqqiy qilgan olat desak, hayz ko'maydi degan mazhabning qarashini shuni tushuntirdi. Amaliyotni tekshirish orqali doktorlardan ayollarni ko'p tekshirib davolab qilish orqali hamila ayol hayz ko'maydi. Biz o'tgangi dars degandek hayzda keladigan qon bu hamda bolayotganning shu nimaligimda chaplashib turib qolgan bir modda bo'lib bu. Qo'saqda bola bo'lmaganidan u uzun tursa, sesib ketganlik bo'lganidan bu buzilib manda tushdi. Agar bola bo'lgan bo'lsa, shu bolaninki ozuqligiga ketibdi bo'lmadi. Asli yo'qlanmadi. Demak, bola bo'lgandan u haliqa qon u kelmaydi. Bolaning ozuqligi ketganlikdan. Hozirgi doktorlik kasbidagilarmi shu Hanafi mazhabini qarashini kuchlantirdi. Unda qon kep qolsa, bu ma'lum bir kasallik, bir xil bir normallikdan kelgan qon. ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة. Demek ki Maliki mezhepte hamile ayol hayz kirdi dedi o. Dağınıken hamile turup hayz köge ayol kan kili yürüptü. Bu ahvalda hayzdalıktan istihadiyi kanda yütkülüdü o. Yani bir mezhep nimilde yok bu gap. Hanbeli mezhepinde. Çünkü bu hayz kömeyi digerlik için. Hayz kördü digerler, hayz kürep bu hayz dep qargan şu xun davamlışı vergen takdirde neç gün ötkenlikken andın hayzning hükmü tugab istihada dairasi kirdi. Deganda gap so'zlar turaqliq bo'lmabdi. Ahaduha anna hukmaha hukmal haid nafsaha. Hayzda degan gapning o'zi ne debdi? Yani 15 gün asımında oldu bu degan o'tganki masaladagidek. Yani imma an taquda aktar ayyamul hayd thumma hiya mustahada. 15 gün desa en köp hayz ko'rgan kun 15 kun bo'lgan ekan, 15 kunni o'tirib bo'lgandan keyin, o'tgandan keyin bu mustahad bo'ladi deb qarabdi. Va imman tastadhira ala ayyamiha al-mu'tada bi 3 ayyam ma lam yakun majmu' dalik akthar min 15 yawm. 15 kundan oshmagan ahvolda shu 6 kun yo 7 kun odat bo'lsa 3 kunni ehtiyoti qatitib ondan hisoblaydi deydi. Tastadhir deganda biz 3 kun yo ma'lum kunlarni bunda ehtiyotdan hisoblaydi degandir. Va qila innaha taqudu haidan da'fa akthar ayyam al-hayd.
Ezgilerinin en köp olan 15 gün desek, şunun ikkisi geçe saklaydı, 30 gün saklaydı o depti. Ezdan hükmünde oturdu depti. Vakile, bu kilamın mesela aciz karışla. Vakile inneha tad'ufu aktar eyyamil hayd bi'adadi şuhur allati marrat laha. Ma karışımda 15 gün aktar eyyamil hayd desek, şunun ikkisini hesaplaydı depti. Bi'adadi şuhur allati marrat laha. Ötep ketken aylarının sani boyunca şunda hesaplaydı ekan. Mesela ikinci ayda, hamildalar ikinci ayda davamlaşıversa kan tudaifu eyyam aktaril hayd marratayn. Eyyamil hayd en köp sözülüğü vaqt 15 gün ise bunu 2 qatim aslaydı depti. Xuddi 2 qatim aslaydı degende 15 günni bir ay qilib bir ay 2 ay qilamda bunda qildi ekan. Ve fi salis 3 marrat. 3. ayda 3 qatim aslaydi ekan. 4. ayda 4 qatim. Ve kadalika ma zadatul ashhur. Ay avgan sira unda aslaydi ekan. Bu bak murakkab hesaplaşma mı? Bu birinci ayda 15, ikinci ayda 30, üçüncü ayda olsa şöyle mi? Yok. Üçüncü ayda olsa Üçüncü aydan keyin şu 2 ay olup gitti abi. Dördüncü ayda 4 ay baktım. Ya mesela o anda aşında boğanken şu 3 aygacha 4 aygacha aşında saklar ekan da bu ezdan hukmaya deb meni yeyber ekan. Uzrab ketar ekan. وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الأمرين. Bu yerdeki talaştartının sebebi bunu tecrübe kılıp mı ukub boğulunmadan işme. Hem iki ahval bir kirip getiren istihada, nima ayız. فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض. Bazıda o hamile kurduğun kan heyizden kanı oludu deydi. Yani Maliki ve başka şu Şafii mezhebinden karşı bu işi dağıtımdadır. Ve derke imkanı kuvvetul mer'a vafira vel cenin sagiran. Balı tekçek, ayal kişiteke callık tuğa vakta şunda buldu. Ve biderke imkanı yekuna hamlun ala ma hakiyahu bakrat ve jalinus. Adirma özün tiyuk tıkını köştü yani qo'saqda bir bola qolgandan keyin uning ustiga yana bir muddatdan keyin yana bir bola qilish mumkinmi mumkin emasmi degan bir qarashni o'tirib qo'yadi. Demak, Baqrat, Jalinos va boshqa butun doktorlar muayyanlashtirgandek yoki unda hikoya qilgandek, yani bunda mumkinchiligi bor debdi bular. Ya'ni qo'saqda bir bola qolgandan keyin yana bir muddatdan keyin yana bir bola qilish mumkinchiligi bor debdi. Ve merraten yekunu dam. Yani demek aş kan hamile çağda mı hiç kelgendan keyin yana bir qo'saq qilish imkoniyati bor degan bo'ldi ekan. Ve merraten yekunu damullazi tarawul hamilu li da'fil janin. Ba'zida bolaning ojizligidan qo'saqdagi bolaning ya kasalligidan yoki ayolning o'zining kasalligi ojizligidanmi xun keladi deydi. Feyekun damu illatin ve marad. Bu andan heyz kanı olmay adetki kesellik kanı oldu iken. Ve bu fil ekter damu illah. Şu kesellikten kanı. Bu munda ihtimallıkla. Hazır hamda callıklara karaş yani bir mezhebinki, Hanbali mezhebinki hamile ayol heyz kömeydi o yani karaş. Mesela böyle hamile ayol yakançılık başka beğenilirken Monsieur kitabımızda çekilmem var diyor. Ama azı doktorlar mesela bakın ceninge zina vardı çekilen işlakamda ona ölmanında Bu şu doktorun ağzı qaraydı. Eğer şunun zini bolsa, yani hamile ayoldan cinsi münasebet qilishni deydi o. Eğer şunun balığa zini bulduğun bolsa çekileydi. Yani balığı zini bo'lsa ba'zilar qo'saq qilib 2. 3. ay degan dastlabki davrlarda yaqin kelsa sal zina va deb qaraydi. Ba'zi keyingi vaqtlarda 7 oylik 8 oylik bo'lgan vaqtda yaqin kelsa zina va deb qaraydi. Lekin bu zina aniq taqa isbotlangan bir zina emas. Bu hamda şu doktorlarning keskin bir zodi cho'qim ziyonliqdi deb qarasa, onun asasan fuqahalimi bu makruhda yoki haramda deb hüküm çıkarır, bulmasa onda bir çekleme yok. Yani dini cihattan bir çekleş göstermemiz kemmelik zaten. Bu anda şu
nimaniki ahvoliga bog'liq. Ayol kishi normal ahvolda bo'lsa, homila odatda jinsiy munosabat qilsa zina yo'q. Mana o'qisa, doktorlarimiz kutishiga sabab bo'lib qoldi deb. Endi balki ayol kishining qo'shiqi bir besim bo'lib qolsa, munosabat jarayonida buning ta'siri bo'lishi mumkin. Lekin endi diqqat qilish kerakda. 9 oy atrofida balki savr qilib qolmasligi mumkin. Tushunamizmi? Yoki endi sirtda aramga yüzünüp qilishi mumkin. Bu jarayonda jinsiy munosabatni odatda unda cheklatish bo'lmaydi. Diqqat qilsa bo'ldi. المسألة الخامسة اختلف الفقهاء في السفرة والكدرة هل هي حيض أم لا. Sufra degan siriq va suv deyli. Kudra degan aslida dug'dan do'q suvning leyib qolganligi holatga dayak masalan. Masalan bak qop-qora emas, bunda tumirangdan do'q. Shunda bir dug' holatga rang. Hal hiya haydun am la. Ayında suyuqlik kelib qolsa bu hezmi, hez emasmi deydi. Fara'at cemaatun anna haydun fi ayyamil hayd. Bir grup olimlar hez kunlarda kelib qolsa hez hisoblanadi debdi. Bu İmam Şafii, Abu Hanifa, yani İmam Ahmed'in ba. Ve ruya misli zalika an Malik. İmam Malik'ten bunda rivayet etti. Ve fil mudawwanati anhu, mudawwana qaysi kitobda da İmam Malik'ning so'zlarini Şagirdi İbn Qasim rivayet qilib, bu rivayet qilgan so'zni Sahnun degan olim yozib kitob qilib qoldirdi. Shu Sahnunning yozgan kitobi Mudawwana. Bu Mudawwana Maliki mazhabining muhim kitoblaridan birisi. İmam Malikning so'zlarini va uning shogirdi Ibn Qasimning so'zlari bor. Yani her bir mesele olsa, masalan ben İmam Malik'ten manda deb so'rasam manda deb javob berdi deb endi o'zining ba'zi qarashlarini ba'zi o'z javob berib ba'zi masalalarga İmam Malik'ten bir narsa anlamagan bo'lsa shunday kitоб. Mudawwana anhu. Yo'q, Mudawwana. Anhu degani İmam Malik'ten bunda rivoyat qildi demakchi. Kitobning ismi Al-Mudawwana. Muallifis İmam Sahnun. Lekin İmam Sahnun shu İbn Qasim'dan yoki İmam Malik'ten so'zlarini rivoyat qiladi. Bu 4 mujallad kitob. أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض. Demek ma rivayette cumhurdan artıqroq mayanga chiqib, hez kunlar bo'lmasimi aşında xun ko'rib qolgan taqdirda bu hez hisoblanadi debdi. Qanolan kelsin, qanolan kelmasin. Yani aşında suyuqlik kelib qolsa, qon kelsin kelmasin bu hez bo'lardi debdi. Ve qala Davud ve Abu Yusuf Davud az-Zahiri ile Abu Yusuf işkeylen inna sufra vel kudra la takunu hayda illa bi athar-dam. Xun kelgandan keyin xunning oxiridan kelsa hez bo'ladi. Bo'lmasa hez hisoblanmaydi debdi. Lekin Abu Yusufning qarashi Manifi mazhabga qarash ya dal emas hozir. Balki sizning tahqiqlagan sharhida Dar ibn Hazmninkida balki deb qo'yilgan. İmam Abu Yusuf sufra bilan kudrani ayırgan. Hozir bu yerda ayırmagandaklam shunallam deb qo'ydi. Bu Hanifi mazhabining qarashlarini naql qilishga masala. Va sabab fi ixtilafihim muxalafatu zahiri hadis Ummatiya li hadis Aisha. Bu ikki hadisning zahiri zid kelib qolganda ko'rinib qolganlik. Va zalika annahu ruya an Ummatiya annaha qalat kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da al-ghusl shay'a. Biz juyunib bulamda, ezdim pak olduk deb juyunib bo'lgandan keyin bunda siriq suv yoki unda qaramtul binasi kelib qolsa biz uni hez deb qaramaydik dedi. Bu saymikan azmikan. Lekin bu hamda shu Rasulullohning zamonida shu Rasulullohdan so'rab bilib shu ko'rsatmasi bo'yicha shunday qildik degan gapda bu. Kunna degan. Kunna la na'uddu degan. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة. أنا Hazreti Ayşe'den rivayetlerine hadiste ay Allah Hazreti Ayşe'ye منطقة قل يا الله تك بناسلنا إيوات تيز درجة ديجان
Bir narsa yögep yuvatilgan kichik bir qo'lyog'liqdek bir narsa. Fihal kursuf. Kursuf degan bir paxta bunda ayollarga oldiga ishlatilgan narsada. Fihi sufratu val kudra. Şu paxtada anda seriq su, anda qaramtul sulu bağlıqda uqanmay yağlıqqa yögep yuvatilgan. Muşunu ayırıp basun. Bu hezmi, hez emasmi? Yes'alna an-salat. Demek bu şey hez xunumuda emasmida deb namoz o'qisak bo'ladimi o'sha holatda deb so'rab ibodatda dedi. Fataqul la ta'jalna hatta tarayna. Aldirab ketmanglar, ya'ni namoz o'qimanglar. Aldirab. Al-qassatul bayda. Demek ap-aq suv kelganga qadar sizlar aldirab ketib qolmanglar. Namoz o'qimay turinglar demak. Al-qassatul bayda yani ap-aq suv. Kaman rajjaha hadith Aisha ja'ala as-sufrata wal kudrata haydan. Hazrat Aisha'ninkini hadisin tarjih qilganlar siriq suv bunda qaramtul suvni hez hisobida dedi. Hadis Aisha sahih ekan. Hadisning hukmi deb qo'yganman. Ya unda tahrij olmaydi subul salam deb. Buxoriy muallaq rivoyat qilgan hadis. Hasan dereceli hadis. İmam Buxoriyninki muallaqatlarning hukmi agar uni musnad rivoyat qilgan bo'lsa, hukmi bitta hasan dereceli. Kursuf. Kurfuzga xato bo'lib qoldi. Sizlarga qanday? Kursuf. Çünkü hadis kitaplarda shunday kelgan. Xatolikning isboti shu. Ma'lumotning o'zida men demin hayz deb kelganishdim. İbaret bağlı. Şu hez kanadımı emasmi deb ayırıp bazı demek. Kaman rajja hadith Aisha تجعل السفرة والكدرة حيضا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم. Demek qanda çağda sufra vel kudra kep qalsa hez hesaplandı deb qarapdı. Ayşe radhiyallohu anh'ın hadisini tercih qilganlar. Fa inna hukma şey'il vahid fi nafsi laysa yaxtalif. Çünkü o qan vaqti adet ko'rdigan kunni kelsin, boshqa kelsin, shu narsaning o'zi bo'lgan ekan, uning qanday vaqt kelsa hukmi o'xshash bo'lishi kerak deydi. Va man ramal jama baynal hadisayn, ikki hadisni unda jamlab bakmoqchi bo'lganlar. İnna hadise ummatiye ve ba'da inqita'ad dam. Ummatiyening hadisi to'xtab bo'lgandan keyingi masala. Hazrat Aishaninki endi to'xtayotgan chaqlar demakchi. İnna hadise ummatiye ve ba'da inqita'ad dam. Ummatiyeninki kun rasmi to'xtab bo'lgandiki ahvol, Aishaninki to'xtay deb ayolishayotgan vaqtki chaq deydi. أو إن حديث عائشة وفي أيام الحيض يا كي حضرت عائشة نكى هيز كلر كي كاجن خنولدو أماتي نكى هيز كلر أمس كاجن ولدو ده. وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أماتية. يعني بالقرب الله أماتية نن حديثنا ظاهر معنس كلام إسلام ولده ده. ولم يروا السفرة والقدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها. أماتية نكى ده unda binasi hisoblamaydi, e'tibor qilmaydi degan bo'lgan ekan, qachon kelsa e'tibor qilmaymiz deb turibdi. Wala bi athariddam wala ba'da inqita'ihi. Ya'ni qon kelayotgan chaqda yoki qon to'xtab bo'lgandan keyinmi hisob qilinmaydi deb turibdi. Li qawli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam damul hayd damun aswadu yu'rafu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayzning xuni qaramtul, ya'ni ayollar tuniydigan qon debdi. Ayollar biladi zodi buni. Bunda iken o sufra kudra o demel hayd emas. Ve lianna sufra vel kudra leyse bidem. Yani bir akli delile bu sapsarık ya bu karamtulrak kelgen bu suyuqluq kan emas bu. Ve innema hiye min sair rutubat allati turhiha ar-rahm. Lekin bu şu baliyatqa tushirgan anda suyuqluq nemlikdan iborat dedi. Turhiha yani tusqituha dedi. Ve huwa mazhab Abi Muhammad ibn Hazm. Bu İmam İbn Hazm'ın qarışı.
Bu xuddi ma İmam İbn Rushd hazır ahirda yani İbn Hazm'ın mazhabını sal tercih qilganda ko'rinadi. Onun dalilini ekep bo'lgandan keyin mana akagellikka bu sal shunga mayl bo'lgandek his qildirdi. Al-masalatu as-sadisa ikhtalafa al-fuqaha fi alamati at-tuhr. Qanda olsa ondan hayzdan paklangan bo'ladi degan masala ixtiloflashib qoldi deydi. Fara'a qawmuna anna alamatu at-tuhr ru'yatul qasatul bayda aw al-jufuf. Bir grup olimlar hayzdan pak bo'lganlikning alomati shu oq suyuqlikni, oq xun deyiladi buni. Oq suyuqlikni ko'rish bilan hayzdan saqiytiman deb tushundi. Yoki jufuf deydi. Jufuf deganda unda suyuqlik kelmay quruq tursa pokiz bo'lganlikning alomati. وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به. Demek ayol kişiden o adette aksiyonluk kilip pak olduğun bulamdı yoki hech nima kelmay qurg'oqlik bilan pak olduğun bulamdı ikkalasi o'xshash deydi. Qaysi bo'lib qolsa shu paklangan bo'laverdi. Ba'zilar da ayırıp, eğer ahun kilip pak sakidga ayol kishi bo'lib qolsa, ahun kemmicha saqaymagan bo'ldi. Andamda qurg'oqlik bilan saqaydigan bo'lsa, o'chada qurg'oq bo'lgandan keyin, qurg'oqlik kelgandan keyin andin saqaydi deb ayiribdi. Yani odatiga bog'lab qo'yibdi buni. Ve zalika fil mudawwanati an Malik. Bu mudawwana degan kitobda Imom Malikdan rivoyat qilingan. Bularning ixtiloflashining sababi ba'zilar odatni ko'z tutgan, ba'zilar qonning to'xtashini ko'z tutgan. Va qad qila innallati adatuha al-jufuf tathuru bil qasati al-bayda wa la tathuru allati adatuha al-qasati al-bayda bil jufuf. Ba'zilar vaqtda odat shughli kelmay qurib saqiydiganlar oxun kelib qolsa buni bilan saqiyverdi. Lekin aksicha emas deydi. Akılından sakıdığallah o kuraklık falan sakamaydı. Vakat qila bi aksazi. Bunun aksimi değil baktı. Bunun hamısı İmam Malik'nin şagirdlerinden rivayet kılınan karaşlıyken. Evet, kas kelse sakıyırdı. Cufuk olsun, Qassatul Bayda olsun, sakıydı. 7. mesele ihtilafal fuqaha fil mustahadati idha temada bihaddam meta yakunu hukmuha hukmul haid. Şimdi mustahada ayal bu kan kiliveripti. Kirivası mesela yani bir ay kadar suzab ketibdi bu. Suzab ketgandan keyin yani bir ayning odati chirib bo'ldimi, chimidimi, mushun ishida bormi, yo'qmi? Mushun ayrish. Kamaxtalafu fil haid idha tamada bihaddam mata yakunu hukma hukmul mustahada. Xuddi hezda ayolning xun kiriverib davomlashavergan chaqda bu qachondan tortib istihadaga hisob bo'ladi, qachongacha bu hezdan kunlarida buni ixtiloflashgandek mustahadolab mingi vasimam kelar ayning odati kirdimi kirmadimi buningda ixtiloflashib qoldi deydi. Ma ilgirki masalani biz so'zlab bo'ldik. Faqala Malikun fil mustahadati abadan. Mustahada davomli manda bo'ldi debdi Imom Malik. Hukmuha hukmut tahira ila yataghayyar dam ila sifatil hayy. Bu asho xunning shakli hez dikildiğin xunning shakli o'zgarmasa ham mustahad bo'lardi. Ve zalika idha madal istihadataha min al-ayyam ma huwa akthar min aqall ayyam at-tuhr. Lekin bu qanday holda ise mustahada bo'lib tuhrning eng az kuni masalan 15 kun dedim ha. 15 kun hatta 17 kunga qadar deb baqqan. Imom Malikniki balki 15 kun deyishi mumkin. Oshining eng az bo'lgan kuni yani 15 kundek shuningdan jiqroq o'tib bo'lsa deydi. Shundan jiqroq o'tib bo'lsa bu yani istihad bo'lardi. Yani pak holatda deydi. Yani bu mustahadalik hukmini eliverdi ekan. Hezda bo'lmaydi ekan. Fahina idin takunu haidan وذلك إذا مضى الاستحاضة من الأيام أو أكثر من أقل أيام الطهر. Demek 15 günde أقل أيام الطهر desek bunun köprek özse pak halatda, mustahad halatda hesaplanıverir. Lekin kan şu çağda heyzatiga bir kan kelse andın bu heyzda bo'ldi. Lekin unda 15 günden unda vaqt o'tmasa şu 15 kungacha unda vaqt o'tmasa mustahad bo'laverdi.
Yani إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في الاستحادة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا. Demek istihada bo'lgan vaqt burun qayzi bilan keyin kelganizning o'ttirdagi to'g'ri hisoblanishi mumkin bo'lsa, endi orliqda burun qayzi bilan orliqdagi istihada bo'liq o'ttirdagi to'g'ri kelganda keyin o hez xuni kelsa endi hez boshlandi deb hisoblaymiz. Lekin aqalla ayyam to'g'ridan unda oshmasa u chaqda u kelgan xunmi hez hisoblanmaydi. Va illa fa ya mustahadatun abadan. Demek o'ttirda to'g'ri bo'g'dak bir kun kelmagan bo'lsa, bu yana hez qani kasmi mustahadiga, bu yana mustahad bo'laverdi debdi. Va qala Abu Hanifa taq'ud ayyam 'adatiha in kana laha 'ada. İmam Abu Hanifa agar odati bor bir ayol bo'lsa, 6 kun odat ko'rdigan, ya 5 kun odat ko'rdigan ayol bo'lsa, shu kunga qadar o'ttirdi dedi. Ya'ni hayzda hisoblandi. وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض وذلك عنده 10 أيام. Eğer yeni başlarda ezkörgay olsa ya adette belgelenmeyen olsa en uzunrak müddetine yani 10 gün oturdu dedi. Ezda hesapla oturdu. İmam Şafii ta'malu alet temiz imkan min ehli temiz. Eğer öz ayrıyalaydigan alet olsa ayırıp bakıdı dedi. Ve in kana min ahli al-ada amilat ala al-ada. Eğer adeti belgelengen bir ayol olup kalsa şu adet boyunca çıkarıyordu. Ve in kana min ahlihima ma'an hem adeti var hem ayrıyalaydı ayolken. Bu çağda iki xil qarash var. Ta'mal al-tamyiz ikincisi ta'mal al-ad. Ve sebebi fi ihtilafihim anna fi zalika hadithayn muhtalifayn. Bular ixtilaflashning sababi bu vaqt o'xshashmagan ishga kelgan. Birisi hadis Ayşe an Fatima bint Abi Hubaysh anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam amaraha va kana mustahada an tad'a salat qadra ayyam allati kanat tahidu fiha qabla an yusibaha alladhi asabaha thumma taghtasil va tusalli. Bu ayol mustahad ekan, burun hez ko'rgan odat bo'yicha hisoblab shu kunni chiqarib qolgan kunda yuniblam namoz o'qiyverishga buyurgan dedi. Demek adet boyunca iş kıldığı degan Abu Hanifa'nın qarashining dalili nima bu? Ve fi ma'nahu aydan hadis Ummu Salama al-mutaqaddim alladhi kharrajahu Malik. Yani mushu mazmunga yaqin holatda İmam Malik rivoyat qilgan Ummu Salamaningki hadisimi bor edi. Bu yuqorida o'tib ketgan o'xshaydi. Ummu Salama. Belki damul hayd, damul aswad yo'roq degan shu mudo belki. İkinci hadis ma kharaja Abu Davud min hadis Fatima bint Abi Hubaysh annaha kanat istihidat. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضة أسود يعرف. Demek bu ayol endi istihada bo'lib qolgan deydi. Bo'lib qolganki Rasulullahning o'zida heyzning qani degan qaramtul keldi, ayrıqlı oldu deydi. Fa idza kana zalika famkuthi an as-salah. Eğer shunda heyzning ashunda alaydi shu qani kelib qolsa, chaqda namozni o'qimay turib turing deydi. Ve idâ kânel âkharu eğer u kanıma başqa bir kan kelib qolsa, tartib namoz o'qiyvering. Fa innama huwa irqun. Çünkü o tumurdan chiqqan qon. Ve hadal hadis sahhahu Abu Muhammad ibn Hazm. Bu hadisni İmam İbn Hazm sahih deb qaragan. Fa min haula man zahaba mazhab at-tarjih. Demek bu ikki hadis bir-biriga o'xshashmay qolgan ekan, ba'zi olimlar tarjih qilib qo'yibdi. Bazılar ikisini jamlab qo'yibdi. Faman zahaba mazhab at-tarjih hadis Ummu Salama ve ma warada fi ma'nahu qala bi'tibar al-ayyam. Demek Ummu Salama'nın hadisida kelgan shuni tarjih qilganlar kunni sanaymiz, ya'ni qadra ayyamiha degan o'zining odatning miqdorini chiqarib o'tib, undan yunib namoz o'qishni hadisga asosan 6 kun ezgirdigan bo'lsa 6 kunni chiqarib o'tiblam, qolgan kunni yunib namoz o'qiyverdi debdi. Şu kunlarni e'tibor qildi dedi. Va Malik radhiyallohu anhu e'tibor adadul ayyam faqat fil hayd allati tashukku fil istihada. İstihada mudu deb gumon qilib qolgan ayolda kunni hisoblabdi. Odatdagi kunni hisoblab shu bo'y ish qilsiz debdi. Ammo istihadalar kiritib hez boshlanganligini shak qilib qolgan bo'lsa, bu chaqda kunlarni manch kun deb hisoblashni e'tibor qilmabdi. Ya'ni la adadaha va la mawdi'aha min ash-shar idza kana indaha zalika ma'luman. Demek heyzdan kunlari necha kunda, oyning qanday vaqtida kelibdi, buningni shak qilib qolgan bo'lsa dedi. İzkan inda zalika ma'luman. Demek heyzning kuni bilir ekan bu ayol. Qanday vaqt kelganligini bildi ekan. Lekin shunda shak qilib qoldi. Mening odatim mushumudu emasmi deb shak qilib qolgan taqdirda bu kunni hisob qilmadi dedi.
Amma istihadimido deb qolgan chaqda anda kun bo'yicha amal qildi deb. والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض. Demek hazır hadis, yani nas'dan maksat mı şey? Hadis istihada bulup kilovatkan, lekin emdilikte kelgen kan bu hezdan mıdo, emas mıdo deb qalgan ayoldi keldi deydi. Fa'tabar al-hukma fil fara. Fara degan şey qiyas, qiyas qilgan o'rinda hisob qilib, aslida hisob qilmay qoldi deydi. Yani bu tartib qildi deydi. Hozir hadis kelgini mustahada ayol. Lekin hayz kelganmidi endi deb qolgan. Imom Malik deydi, buningda kunni hisoblamaysiz. Endi hayz kirib kelayotgan, davomlashib kelsa istihadamidi deb qolgan ayolga nisbatan bu kunni hisoblaysan. Demak, ta'kidlanish qildi deydi. Bu manda o'zining vazifasini tanqidladi. Fata'ammalhu deganimizda, fata'ammalhu degan bir istiloh bu. Nimani bildirdi? Ha? Ma'lum jinski bir ahvol bor, diqqat qiling. Bu fiqh istilohining ma'nosi shu. ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون. Yani asodun yaraf degan hadisni tarjih qilganlar rangi qaraymiz debdi. Xunning rangi qaraymiz. Ve min haula man ra'a ma'tabar lawn ad-dam mudiy ma yumkin an yakuna tuhran min ayyam al-istihada. Ba'zilar qonning rangiga qaraymiz, lekin araliqdan da bir pakoqidek bir kun, mesela 15 kun bunda o'tsa, ondan bu chaqda qarantulroq kelsa bu hez bo'ldi debdi. وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب. وما إمام مالك نينك عبد الوهاب رواية قيغان قرشي deydi. عبد الوهاب إمام مالك'nin mezhebideki kitap yazgan alimini buluşmuş. ومنهم من لم يراعي ذلك. Bazılar onda ayrı bir cümlepti. ومن جمع بين الحديثين قال. İkisini cüplayımız, muvaffaklaştırmamız diyorlar. Birinci hadis şu her ayda kılgan falan çağda falan küllerde bunun adetim kıldı deb bildiğin, neç gün kıldığını bildiği ayoldi kelgen hadis doğru debdi. İkincisi onu bilinmeydiğin, lekin qanning rangini ayıradigan ayollar haqida kelgen debdi. Ve minhum men ra'a annaha illam takun min ahli at-tamyiz ve la ta'rif mawdi'a ayyamiha min ash-shahr ve ta'rif adadaha aw la ta'rif adadaha annaha tataharra ala hadis Hamna bint Jahsh. Yani bazılar yaptı, onu ayırayamaydigan bolsunmu? Her ayda keldigan falan kunlarda, mesela ayının 5'ida ya o'ttirdi bunda ayız görmen deb bilmisimi? Bunun kun sanını bilmisimi? Bilsin, qanday qildi? Hamna bint Jahshning hadisiga asosan bunda o'zi aniqlab baqildi, tekshirib baqildi ekan. Sahhahu Tirmizi. Bu hadisni Imom Tirmizi sahih deb qaragan. Bu hadisda bunda kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala laha innama hiya raqdatun min ash-shaytan. Fatahayyadi 6 ayyam aw 7 ayyam. Nimada siz ashu Alloh taolaning o'zining ilmida odatim shu aniq. Men ham o'zimning bilganimcha farzim bo'yicha nima qilaveray deb siz hej hisoblang da tahayyadi degani hej hisoblang deydi. Raqda degani nima? Bir tepkanlik ha. Putulan peshvalan tepkandek bir narsani o'qidi ekan. Ma'nosi ekan. Bu shayton hamda endi bir vasvasa qilib bundan qo'ygan narsa demoqchi. Shunga siz 6 kun yo 7 kun endi Alloh taolaning nimasida shu hisob bo'lar deb hej hisoblavering deydi. Unda yuyinib namaz o'qib normal hayatını davamlaştıra olmak. Ve seyatil hadisu bi kemali inde hukmun mustahadati fit tuhur. Bu hadis kilidi deydi. Demek bu hadisga asoslansa adetni belgilesh kimi delil chiqadi. 6 ve 7 ayyam fi ilmillah degani adet ko'pincha ayollarning 6-7 kun bunda 5 kun bo'lishi mumkin. Ag'labiy miska asosan فهذه مشهورات المسائل التي في هذا الباب وهي بالجملة واقعة في 4 مواضع. Demek bu muşu babdaki en meşhur meseleler şu. Bu 4 o'ringa chetishlikdir. Birisi 4 meseleге chetishlikdir. Biri paklıktan heyz ötküleş, ikincisi heyzden pak bulaş, üçüncüsü heyzden mustahadaga ötküleş, dördüncüsü şunun aksi. Demek bu mantıqi boyunca taqsim qilib وهو الذي وردت فيه الأحاديث. فاطمة بنت أبي حبيش'nin hadisi qanunda kelgan istihada holatdan hezgi yutkilish masalasi kelgan dedi. Va amma salasa famaskutun anha. Amma 3 masala bu hadisda unda bir narsa demadi. Ani an tahdidiha. Yani demek unda manda olsa falan çadını tartib mana hisoblaysiz degan gap yo'q. Va kadalika al-amru fi intiqal an-nifas ila al-istihada. Nifas holatdan istihadaga o'tkilish bu yana shundan. 60 gün, 70 gün xunkilayverib tug'utdan qo'yib qo'yadi. Bu qachongacha nifas hisoblanadi, qachongacha istihada hisoblanadi desa, ya'ni o'xshash ixtilof bor. Bu masalalardan tezroq o'tib ketaylik, biz bilib bo'lmaydigan ish bo'lgan ekan bu.
الباب الثالث هو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. Yani hayz ve istihadıga çetişlik ahkamını bilish deydi. Bu babdagi asos bo'lgan dalil va yasalunaka anil mahid degan oyat deydi. Val ahadis al waridatu fi zalika allati sanadkuruha. Mushu bablarda, mushu bab kitaba ahkamini bilishda biz mushu oyat bilan biz tuanda bayon qilgan hadislarga asoslanamiz. واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. Müslümanlar ittifaq qilgan bir masala bor dedi. Bu bo'lsa mush hayzda holatda bo'lgan ayol hayz sababidan 4 narsadan cheklanish kerak dedi. Birinchisi namoz vojib bo'lmaydi dedi yani. Vujubi har yani vojibligini cheklaydi demak. Yani annahu laysa yajib alal haid qada'uha bi khilaf as-sawm. Namoz o'qimaydi, vojiblikni to'sadi degan asli vojib bo'lmagan. Vojib bo'lgan bo'lsa-da qazosini qilgan bo'ldi. Ama vaciplikni to'sidi deganligi yadanga otilib qilishnimi, keyin qazo qilishni to'sidi degan. Va thani yamna'u fi'l as-sawm la qada'uhu. Ikkinchisi ro'za tutishni to'sidi. Lekin vojib bo'lishni to'smaydi demakchi. La qada'u degan. Yadanga vojib shunama, lekin adir tutmay turdi. Endi xavorijlar ro'za tutsa bo'lardi dedi. Adir yo'ldan chiqqan bir qism xavorijmi ro'za tutsa bo'ldi deb qaratdi. Demek bu hozir xavorijning qarashini asli bilan eklish hojasizdi. Lekin bizning hozir Uyg'ur musulmonlarining kundalik hayotiga bu xavorijning qarashi so'qinib kirib olganlik uchun biz hozir buni deb qo'yamiz. وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Biz hayz ko'rgan kunlarimizda ro'zani tutmay keyin qazosini qilishga buyurilatdiq, lekin namozni qazo qilishga buyurilmaydi. Yani Rasulullohning zamonida demak buyruq hozir Rasululloh buyurdi demakchi. Shu chaqda muhaddisni degan chaqda muhaddisni shu bir ayolning savoliga javoban degan. Yani nima uchun bu hayzda ayol ro'zining qazosini qiladi, namozning qazosini qilmaydi deganda xavorijmi, haruralik xavorijmi desa men xavarij emas, lekin qo'yib so'ratman. Yani ki Resulullah'ın zamanında bunda buyurulatdı. Yani Resulullah şunda belgelep bergen bizge demek. Bu yani şeriat şunda siz onda kıyas kılıp ya ki uzun kalınız boyusu belgeli olarak aşamaz bu. Allah şunda uğurlaştı o aş bu. Ve innema kala bi vücubul qada aleyha taifetun minel xavarij. Xavarijin bir taifse vücubul qada aleyha yani vacip oldu demekçimiş ya da. Ya da xavarijning qarashi ro'z tutaverdi dedi bular. Ahli sunna qazosini qildi deb qaraymiz. Ro'zining qazosini. Unda tayfaning xavarij nima demakchi? Hozir tutmay keyin qazosini qildiganimiz hozir tutdi dedi. Shu ejdali tutdi dedi. Yani bu ro'zgan farqi uning munosabati tusi bo'lardi. Xuddi junubda odamlar niyat qilardi, shunga o'xshash deb bunda qiyos qilib turib olgan. Hadisni e'tirof qilmagan ekan, hadisni inkor qilgan ekan bular. Qur'onda bog'i amal qilamiz, hadis biz asoslanmaymiz deganlik uchun hadisni chetga qarab xavorijning qarashi bo'yicha hayzda ayol ro'zani tutaverdi, keyin qazo qildigan shu. Demak, mishada toifa minal xavorij degani qazo qilmaydi demakchi. Yani shu chaqda tutdi vaqtida deydi. Tahqiqda bir narsa deb qo'ygan bo'lishi mumkin buning qarda. Sharhida. Xavorijning qarashi zodi dema. Uchinchisi fima ahsib at-tawaf. Tawaf qilish. Hayzda holatda tawaf qilsa bo'lmaydi. Bunun da Hazreti Ayşe'ninki seyyedisi var. Hina maraha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tef'ale kullama yafal hac gayra tavaf bil beyt. Hemen hayz ko'rib qoldim degan chaqda sunda olsa hajlik qilgan butun faoliyatni qildim, lekin tavaf qilmay turgan degan. Demak, hayz holati tavaf qilishni to'sab qo'ydi deydi. Var-rabi al-jima' fil farj. To'rtinchisi jima qilishni to'sadi. Fil farj debdi, bu hamda bir xil ta'kidimdi. Shu jima degan farj bo'ldi. Ama لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. Demek cima qilmang degan gap mana bu. Nere turang debdi. Bu ahli sunna ulamoları ittifoq qilgan to'rt masala. Endi xavorijning ixtilof bo'lgan yeri bor ekan, xavorijlar bizning karimiz yo'q. Tamam? Ahli ahvo va bid'a bo'lgan ekan. Al-masalatul ula. Endi talashlar chiqqan masalalardan 5 bor ekan. Buning mashhurlaridan birinchisi اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها. Mübaşir degan tutish ya quchoqlashni bildirdi. Yani bedenni tekkizish deydi. Jima emas, quchoqlashdek, jismiga tekkizishdek. Va ma yustabahu minha. Yani o ayolda mesela qanda yerlari halol bo'ladi dedi. Faqala Malik va Shafi'i va Abu Hanifa asli bu ixtiloflashdan ilgari, bu mahalliy ittifoqdan birisi bor. Mahalliy ittifoqdan bayon qilindi.
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يعني إمام أحمد بالرواية بالليكم من أولان جمهور يعني له منها ما فوق الإزار فقط. إزار ديالنا ما işlenemez. İştende tercüme kılsa yaman hata çıkıdı bunu. İzar diyen ma Taylandlık, Bengal, Yemenliklerin bunda yögoldan narsa o astığa. Biz ehram balta yögemiz o. İştenemez bunda yögen mesela ayalının yok istek ya. Bunda narsa. İşten diyen bunda resmi eğini çıkarıp paçak kılıp bunda tiken narsa işten deyimiz. İzarda işten desek yaman hatırlık ahvalına. Yani ayal kişi işten gitti. Şu çağ diyen gap mı? Şudan mı ya? Emniyette o çağda işten gelmedi. Hazır işten kelseniz akşiga okşap kalgan bolsun melun deb davassa. Ve qala Sufyan es-Savri ve Davud el-Zahiri bulanda İmam Ahmed'nin bir rivayette müşunlan bildiki. İnnema yecib aleyhi en yectenibe mevdi'addan fakat. Aşkan çıkan şu joyga yaqin kelmasa başqa yerlar aplasmaydi. Demak, ma ixtilof bo'lgan o'rinchtami? Endi muttafaq o'rindan bisbamga yo'qmi ekan? Muttafaq o'rin bormi yo'qmi? Bor. Hazır ma fawqal izarda muttafaq hazır. Tamam? Çünkü qanchiqqa yagam yaqin kelmang boshqa yaqin kelsin buldu degan ma fawqal izar yaqin kelsin buldu deganni bildirdi. Demak, ma fawqal izarda yani kindikning ust taraf o'zirlansang joiz demakchi. Ve sebep ihtilafin zavahiril ahadiyetil varidati fi zalik. Bularning ixtilof sababi mushaqt kelgan hadislarningki zahir ma'nolari o'xshash kelmagan. Vel ihtimal ladhi fi mafhum ayatil hayd Heyz ayetinde kelgen bir ihtimallık var. Bu mu ihtilaf sebep bo'lgan. Bu ihtimallık qalsa, heyz ayetidagi ihtimallık el-mahid degan so'zdagi ihtimallık. El-mahid yes'alunaka anil mahid desa, mahid nimani bildirdi o? Heyz demekçi, ha? Heyz. Heyz to'g'riliq so'raydi degan. Hamda fa'tazilun nisa fil mahid ikkinchi mahidcho. Bu bir xil qarash. Masalan, heyz kelgan vaqtda ayollardan munosabat qilmay nerturon degan bo'lamdi yoki hayd chiqqan shu joydan nerturon degan bo'lamdi. Bundan boshqa joyni tutsangiz bo'ldi degan bo'ldi. Shunami? Buningda ehtimollar deydi. Amaliyotda islom shariati eng o'rtahol shariat bo'lganligi Yahudiylarda haydda ayol bo'lib qolsa, u tutib salsa odamni yuyindi ekan. Hatto hozirgi Yahudiylardami dinda Yahudining ma'lum toifasi bo'lishi mumkin hozirmi? Şulda adette öydemde dinin ahkamı raya kıldıqalları bir ana eğiz kürep qalsa ballarımı hamda şunu dep koydiken ballarga ballarımı qatdi tutup sanmayken. Eğer şunda tutup sansam juyunish kerakken. Bunda ta'simdi. Albatta o erlerimi ayolga yaqin kelmaydi, billimi yatmaydi, belki dasqanda o'tirib tomoq yemasligi mumkin. Bu mayda tas o'yda o'tirib munda qilgan. Baklamında qachidigan. Anıma Hristiyanlar edasımı münasebet ötküzüyordugan. Çıkanda onun farkı yok, mandanım kalan. İslam şeriatı en orta halette şu joyga yaqin kelmasangiz, adette bunu normal ardışıp ötəvəsini bulduğu deb orta hallıqqa vekillik qilgan. Ve dalika anna warada fil ahadis as-sahih an Aisha ve Maymunata ve Ummi Salamata annahu sallallahu aleyhi ve sellem kana ya'muru idha kanat ihdahunna haidan an tashudda alayha izaraha thumma yubashiruha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayollardan kelgan sahih hadislerde mesela bir ayolning navbati keldi, shuni ama uning qishti qo'ndigan navbat keldi. Shu kunda bu ayol odat ko'rgan holatda bo'lsa, qanday qildi ekan? Yo'qingizni kiyib ketaverang deykan. Bundan bog'lab kemariya balvog'da ekan, ketaverang deb undan birga yotdi ekan. Albatta quchoqlaydi, yubashira degan mishada quchoqlab yetishdan ko'z tutdi. Hadis Aishaning deb keldi, "Idakan ihdana haidan amaraha Nabi sallallohu alayhi vasallam an tattazir fayubashirha." Yani bir hadiste lakama fawqa al-izar dedi. Ve varada aydan min hadis Sabit ibn Qays an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qal isna'u kulli şeyin bil haide illa nikah. Yani cimadın başkına kısanı buldu. Ve zekara Abu Davud an Aişa'ta enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala laha ve ya haid ikşifi an fakhidik. Ma hadiste ma jariyanna rivayet qildi, Abu Davud rivayet qilgan. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem to'ngab ketib, "Ma yo'taningizdan ichang" deb ekan, "Eshib berdim" deydi. So'ng inikini va maydisini yo'tanni qo'yib yotdi. Va hanaytu alayhi hatta dafiman tahmaliqa quchqimga olgan holatda ingishib isitdim deydi. Va kana qad awja'ahu al-bard, bak qattiq to'nglab ketib ekan. Lekin bu hadis toif. Va amma al-ihtimal alladhi fi ayat al-hayd, amda biz oyatdagi ehtimolga kelaylik deydi.
فهو تردد قوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. Şu mahida فاعتزلوا النساء في المحيض degan iborada bu umumga ilib berilamdi. Delil xas qilgandan boshqa. Delil xas qilgan nima? Al-jima' fil farj nima? Shundan boshqa hammani o'z ichiga olamdi, umumda. Ya'ni badanning usti, osti degandek. Ma xassasa dalil al-jima' fil farj nima? Undan boshqasi umumliqqa shu farjdan boshqa hammani o'z ichiga olamdi, umumda. Aw yakuna min babil am urida bihil khas. Yoki bu umumliqni bildirsimi? Bu ma fawqal izar degan hadisda fawqal izar deb bilan bekitgan. Shu yanlam ko'z tutamdi deydi. Bidalil qavli ta'ala fihi qul huwa adhan. Bu oyatda qul huwa adhan dedi. Adhan degan nima yakun fi mawdu'dan. Bu bir xilaliqqa maynatlik, aziyat degan qanchaqada o'rindilan bo'ldi. Faman kana al-mafhum minhu indahu al-umum. Shu joydan boshqa hamma mubah deb umum ma'nosiga ilib bo'lsak, xos bir dalil kelsa, xosga opirmas. Xos dalil kelmasa umum ma'noni bildirdi deganlar. İstehna min zalika ma fawqal izar bis sunnah. Hadisda bir xil xoslik keldi deb bu kindikning ust tarafini sunnat bo'yicha mubah qilib ketdi deydi. Al-am urida bil khas demakchi. Fa'tazilun nisa deganda bir umum bor demaydi. Ma masalan fa'tazilun nisa deganda ayollardan zan nerturon dedimi? Ayollar bütün jismidan nerturon degan bo'ldi. Endi xas nima qilgan nima ada degandan xas yani chiqarib o'tdik deydi. Chunki bu aziyat nada bo'ldi, qanchiqqa yer. Undan keyin qanchiqqa yerni biz uning sirtiga chiqarib o'tsak, umumliq maqsad qilmadi demakchi bu yerda. Ayollardan nerturon dedi. Lekin bu nerturondan maqsad nima? Xas yash. Al-am urida bil xas degani am degani ayollardan nerturish. Xas degani farjdan nerturish. Demak bu yerda ayollardan nerturon degan gap emas, xas iroda qilingan buningdan. Ya'ni u bo'lsa farj. Umum deb tushunganlar, ya'ni annahu idza kana wajhan an yuhmala al-qawl ala umumihi hatta yakhussahu ad-dalil, yukhassisahu ad-dalil, istithna min zalika ma fawqa al-izar bis sunnah. Bu yerda yani bir umumlik. Dada beşilik ise şu ma fawqa al-izar deyiladi. İlla ma khassahu ad-dalil. Demak umumlik desak hamma umum hozir nertu degan bu. Lekin ma fawqal izar nertumsan mayli dedimi? Bu bundan chiqatdi deydi. Ma fawqal izarni hadis undan nerturgan doir umumlikdan chiqarib o'tdi deydi. Bek murakkab ekan ama va izil mashhur javoz taxsis al-kitab bis sunnah indal usuliyyin. Mashhurga qarashda Qur'on Karimning oyatlarini sunnat taxsis qila oladi degan qarash. Yani bir mazhabchi qilolmaydi. Chunki qushliqni ojiz unda taraf qilinmaydi demak. Shunama bu hamda usulini o'tirdiga ixtilof. Va man kana indahu min babil am urida bihi al-khas. Demak mush oyat umumlikni bildirdi, lekin xas narsa maqsad qilingan deb qarasa, rajjah hadil aya al-athar al-mana mimma tahta al-izar mana. Bu oyatning tahlil to'g'ri ekan. Ta'tazilun nisaga umumda. Lekin bu umumdan maqsad qilingani ta'tazilu al-farj degan bo'ldi deydi. Xas narsa maqsad qilingan desa, endi hadisda ma fawqal izar deb tahtal izarni cheklab qo'ydi. Tahtal izarmi bumi chirtdigo deganga unimidi bu. Chunki oyatda farjni dedi, uning boshqasini. Yani oyatni oldi o'rinda qo'ydi dedi. Hadisdan olmay. Va qawwa zalika anda bil athar al-mu'arida lil athar al-mani'a mimma tahtal izar. Demak fawqal izar deb tahtal izarni cheklagan hadislarga qarta birinchidan oyatni tarjih qildi, ikkinchidan yana shuningga o'xshash, ash hadislarga o'xshash darajada tahtal izar mayli deydigan, cheklamaydigan hadislar bo'lg'achqa hadisni hadisga tang ko'rib uni tarjih qildi deydi. Va minan nas man ramal jam' bayna hadil athar. Yani ba'zi ulamolar buni jamlab qo'yibdi. Va bayna bu hadislar bilan oyatda olingan mazmunni jamlab qo'yib, bu oyatdagi xitob hozir unda bir narsaga diqqatimizni tortgan shunama nimasi bu? Eziyet ma o, yani meynetçilik diyen tamam. فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز. demek فوق الإزار ده تحت الإزار نشكل hadis var bunu makruhqa apırıptı. Yani mubah diyen yani تحت الإزار ne mubah diyen hadisler bilen ayetinin mefhumu olsa şu eziyetinin orna diyen manı bildirdi bunu caizlik apırıptı.
Yani aziyatning o'rniga ko'rsatib qo'yganlik, aziyatning o'rnidan boshqa put, yota masalan. Bu yerda masala yo'q, joiz degan gapirib. ورجحوا تأويله هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم. Bu qarashini, mushu tushunchasini bular menda tarjih qildi. Hezda ayolninki jismining ishida nejis o'rindan shu joylan boshini ama boshqa ayol nejis emas-ku? Emas. Ve derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sa'ala Aişe'ten tunavilahu al-khumrata ve hiya haid. Bunun delili şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'den Hazreti Ayşe hezda halatda al-khumra degini küçük bir bo'rdek bir narsa. Kichikgina bo'ra, qo'lyog'liqdek bo'ra deylar. Shu chaqda shunda bo'ri bor o'xshaydi ekan. Qo'lyog'liqdek bo'ra. Shuni sunib berang deb ekan, men hezda deb turibdi. Desa, sizning hezingiz qo'lingizni mitda debdi. Va ma tabata aydan min tarjidiha ra'sahu sallallohu alayhi vasallam va hiya haid. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chechini yuvib tarab nima qilib qo'ygan Hazrat Ayşe hezda holatda. Undan keyin uning nejislik chiqmaydi. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam innal mu'mina la yanjus dedi. Mümin degan nejis olmaydi. U hezda ayol mu'min bo'lgan ekan, nejis bo'lmaydi. Demak, nejislik holat hozir shu joydalan bor, boshqa jismining boshqa yerlarida yo'q deydi. Bu hozir İmam İbn Rushd hozir mush qarashni tarjih qilyapti. Hozir cheklangan joy shu alam. Shu yaqin kelmasan, boshqa yerga yaqin kelsan mayli demak. Lekin hamda bu shaddul izar degan bu xuddi nimaga o'xshaydi desanglar, agar mush tushunchada deb qarasak, ma'valqa hizamul aman doirasi qo'yildi. Chunki shu joylamda diqqatsizlik qilgan ahvolda ishtiraqi qilib, keyin jimoa opirib qoladi. Chunki va man hama havla al-hima yushakan yaqafi. Shunama siz mashinada mangandimi yo'lda qirg'oq chaplab mangmaysangmi? O'tirdirak mangmiz. Ikki tarafdan 2 metrdan o'rin qo'yib mangmiz. Bu mantiqat aman. Chunki bu yerda mangsak, yo'l shunda bo'lib ketsa, qirg'oqga Pişadilar yolundan girvekiga urilib ketdilangan. So'ng arliqda bir masab qo'ymaymiz demak. Hozir bu shaddil izarmi, yo'kangizni kiyiblar yo ko'sar kiyiblar deganmi? Bu hizam aman. Aslida bu qarashda mayuta bu nima emas deydi. Bu cheklangan doira emas. Lekin diqqatsizlikdan keyin jimoa berib qolmaslik uchun farjga yaqinroq, ya'ni ma'lum doirani biz ehtiyot ijodimda yo'gab qo'ymaymiz demak. Buni qolganni siz to'y qilgan vaqtingizda shu chaqda amaliy 5-da o'tkazib to'liq tushunasizlar. İmam Ibn Rushd shuni tarjih qilyapti hozir. Va gap oxirida ma'lumni xalq kuchlantirib, hadisni qilib qilg'ini qaraganda İmam Ibn Rushd shu qarashni tarjih qildi. Bu ayollarni islom shariati naqadar izzatliganligining bir isboti. Nejis, u bunda qaraydigan, haqoratliga ish yo'q. Ustiga arayal o'tirdiki va ulfat, muhabbat, mehr shafqatning marishtimi bu ayolimda boshchaqda bak yaxshi voy deydigan anda shunda kasallar qolsa, u kasallar o'zining qo'lda emas, mijoz yo'qlab qolsa, uningda bilimi yetmaydigan yataqni ayirib boshqa bu bir xil nafratlanishni keltirib chiqardi. So'ng Rasulullohmi ayollari ko'rib qolgancha, ko'rib qoldingizmi deb keling deb yatgan. Allah Teala şu takdir kılgan bu anda Allah Teala Banat Adem'ge anda kütüb etken deb bunu anda to'g'ri tushunish kerak. U ayol ayıplangan yani kamsitishga sabab bo'lgan bir ish emas. المسألة الثانية اختلفوا في وضع الحائض في طهرها وقبل الاغتسال. Heyzda ayolanda heyz to'xtadi, pak bo'ldi. Lekin taxim munchiga kirmadi, juyunmadi. Shu oraliqda jinsi munosabat qilish bo'lamdi, bo'lmamdi. Fadaba Malik va Shafi'i, yani İmam Ahmad bunu bilan billah jumhur ila anna dalika la yajuz hatta taghtasil. Juyunmoqcha jinsi munosabat qilish bo'lmaydi deb qaradi. Wa dhahaba Abu Hanifa va ashabuhu ila anna dalika jaiz. Juyunmoqcha bu qism bo'laverdi deb. Lekin albatta avritini juyutdi-da, bunda masala yo'q. Lekin juyunishmas. İza tahurat li akthar amadil hayd, 10 kun deb belgilangan shu eng uzun muddat ko'rib bo'lgan ahvol bo'lsa, bo'laverdi deydi. Nima uchun uzun muddat deb belgilab qo'ydi? Chunki aqalli bo'lib qolsa, hech yana qaytib kelib qilish ehtimoli bor edi.
uçaq siz diqqatsizlikdan hayz asnosida jima qilib qolgan bo'lsangiz, aksari 10 kunda, ya'ni 10 kundan keyin yuyinishdan ilgari jima qilish bo'ldi debdi. Wa dhahaba al-Awza'i annaha in ghasalat farjaha bil ma'i jazawat uhadid. İmam Awza'i avrtini suvdan yuvib chaqvasalam yaqin kas bo'laverdi debdi. Ya'ni kullu haydin tahorat mata tahorat. Qachonda saqayganda qanday ahvolda saqaysalam zodi avrtin yuyitib yaqin kas bo'laverdi. Ba'zan da yuyinib nima qilishga ulgurmaydigan ahvol bo'lsa, mesela aldırasha ba'zi vaqti qis adam bo'lib qolsa, mush qarashni osi bo'ladi. Shunday ahvollarda. Mesela soğuk, su istep, yuyunub bo'g'icha o boshqa shaharda ishlaydigan erkaklar tövbe saatini kechdi mangdi bu. Buning uchun oyog'i yuyunib, tayyorlab munosabat o'tkazib qilolmaydi. Undan keyin chaqirib bilan munosabat qilib bo'ldi. Endi bu shaharda bir ijmo o'rni bor. Ijmo o'rni nima? Hammaylar shu o'rinni chaqirish kerak deydi. Ha? Yani Abu Hanife yün nasıl yakın gaz buldu diyen İmam Abu Hanife yani çakmayla gaz buldu bunda demeydi. Yani hemmeyle şu an çakış gerektir. Hani ihtilaf boğa yerço yerden başka yerden yüz gerek mi olmaz mı? Ve bihi qala Abu Muhammed ibn Hazm. İmam İbn Hazm olmuş karıştıyken şu an çakı aslan bulavurdu o da. Ve sebep ihtilafihim el-ihtimal alladhi fi qawlihi ta'ala fe idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Muş ayetteki ihtimallık dedi. Bu ihtimallık nima? Mishalga tohr degan so'zdan, ya'ni tatahhur degan so'zdan, ya to'rna degan so'zlardan hayzdan saqishmi, ya'ni qunning to'xtishmi yoki suvdan yuyinishmi deydi. Chunki poklanish, pokizolash degan shunda ma'nolar mushtarak so'z uchun, ammo qon to'xtishmi poklanish deymiz, ya'ni saqishni, ondan yuyinishmi poklandi deymiz. Thumma in kana tohr bilma, ma'qul bu yuyinish maqsad qilindi, suvdan yuyish maqsad qilindi deb qalsak, bu hamma jismni yuyishmi, badanning hamma yerini yuyishmi yoki shu avrat oldi tarafini yuyishmi? Fayna to'ra fi kalamlar va urfi shar' ismun mushtarakun yuqalu ala hadhihi thalat al-ma'ani deydi. Nima uchun desa, shariatning urfidimi, arab tilidimi bu to'r degan so'z mush ma'nolarga o'rtaq ishlatilgan mushtarak so'z edi. وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفاعل إنما تنطبق على ما يكون من فعل المكلفين. تفاعل degan tatahhara degan bu odatda shu bandalarning kildigan ishga qaratildi deydi. Bu takalluf ma'nosi bu. Tafaul degan takalluf ma'nosi bu. Ya'ni kuchab manda qilib ketdi, manda bo'lib oldi degandek ma'noda bu. Tafaul degan ma'nosi. Ya'ni bandalardan sadir olduğu iş qartildi deydi. Başqalardan sadir olduğu iş emas deydi. Yani şu xalqning o'zidan demekçi. Fayakun qawlu ta'ala fa idza tatahharna azhar fi ma'nal ghusl bil ma'i minhu fi at-tuhr alladhi huwa inqita' ad-dam. Demek tatahhan degan bu yuyinishga qartildi. Shu yuyinishda bakrak aniq ko'rindi deydi. Ma'nosi aniq. Nima uchun yuyinish degan bandalardan chiqadigan ish. Ammo qonning to'xtashi degan ularning qo'lida emas. والأظهر يجب المسير إليه حتى يدل الدليل على خلافه. ظاهر رق معناسكا biz amal qilishimiz kerak. Boshqa bir dalil, boshqa bir ma'noni isbotlamagan bo'lgandan keyin. ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلنا في قوله تعالى حتى يطهرنا وأظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء. İmam Abu Hanife'nin daptı يطهرنا degan يفعلنا degan mush söz bu qonning to'xtashida zohirroqdir. Yani saqiyish deydi. Saqiyishda zohirroq deydi. En zohirroq desa fayza tatahharna degan buni nima deysiz? Desa bu shuning ta'kidi. Ya turnining ta'kidi deydi. Bu masala anda sen ko'rgandek bu ehtimollik bor derishni. ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى حتى يطهرن معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة. Demek tohr deb mush so'zdan tohr degan so'zni tushunsak, buningdan ash yuqoridagi ushmanning birisini tanlash kerak deydi. Va ushmanning birini tushungan kishi faiza tatahharna degan so'zni shuni tushunish kerak deydi. Liannahu mimma laysa yumkin aw mimma ya'sir an yajma'a fil aya bayna ma'nayayn min hadhihi al-ma'ani mukhtalifayn hatta yufham min lafzat yathurna an-naqa wa yufham min lafzat tatahharna al-ghusl. Demek
Sen birinci yaturna degan so'zni qanda 3 ma'noning qaysi ma'noda deb qaragan bo'lsang, ikkinchi tatahharna degan so'zni shu ma'noda deb qarashing kerak. Chunki bir oyatning o'zida bu to'g'ri degan so'z bir yerda saqishni, bir yerda yuyinishni bildirgan, bunda ikki xil ishlatilmaydi. Innallohu va yusalluna ala nabiy degan so'z dediq-ku, bunda ikki xil ishlatilmaydi deydi. Alamajar bi adatul malikin fil ihtidaj li malik. Bular mushu so'zni deganlar hozir Imom Malikning mazhabiga dalil ko'rsatgan Malikiyning uslubi ekan bu. Fa innahu laysa min adatil arab an yaqulu la tu'ti fulanan dirhaman hatta yadkhul ad-dar. Bundan da ko'rsatgan nimasi dalili? Masalan, odatda sen falon uyga kirganga qadar uni bir tanga bermagan deysan dedi. Arablar odatda shunday deydi. Fayda dakhalal masjid fa'atihi dirhaman. Uyga kirmagicha bir dirham bermagan dedi. Ama masjid kirib qolsa bir dirham bergan debdi. Yani bunda odat yo'q dedi. Odati nima esa, idza dakhalad dar fa'atihi dirhaman. Yani uyga kirmagicha pul berma. Uyga kirsa undan bergan deb bunda ishlatadi. Uyg'urcha shundayga o'xshash. Lianal jumla thaniya muakkida li mafhumul jumlatul ula. Demak, ikkinchi jumlaning ma'nosi birinchi jumlaning ta'kidi dedi. Yani uyga kirmagicha berma debdi. Asli bu to'liq ma'no bo'lib bo'ldi, lekin uyga kirsa undan bergan degan shu, kirmagicha berma degan o'zi shu. Ta'kidlab turibdi. Hozir ma so'z, ma iboralar Hanafi mazhabining qarshi kuchlantiryapti. Shu ta'kid degan. Ikkinchisini birinchisining ta'kidi deb qaradi. Wa man ta'awwala qawluhu ta'ala wa la taqrabuna hatta tuhurna ala annahu niqa. Endi bu yerdagi tuhurni shu eydin saqish deb tushunsa, ikkinchi tuhurni yuyinish deb tushunsa, bu chaqda nima bo'ladi? Xuddi manda degan odamga o'xshab qoldi deydi. La tu'ti fulan dirhaman hatta yadkhulad. Uyga kirgicha pul bermagan, maskir qasi bergan degandek bu gap qo'lashmagan bo'ldi deydi. Va da g'ayri mafhumun fi kalamlar. Arab tilida bunda deydigan uslub yo'q. Demak, bu tushunish xato. İlla yakuna hunaka mahzuf. Faqat lamamda bu yerda mahzubat deb taqdir qilib bir so'zni. Mishada bunda degan bir so'z bor. Ko'ngilda pukib buni. Ya'ni wala taqrabuna hatta turna va tatahharna فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله حتى يطهرن dinkin ve tatahharna degan so'zni taqdir qilganmiz. Taqdir qilgan ekan fayda tatahharna yani ezdan saqiyib, ondan yuyinib bo'lguncha yaqin kelmang. Yuyinib bo'lganda ondan buyurilgan joydan yaqin kelang. Va fi taqdir hada al-hazf wa'dum bunda taqdir qilishda yani ilib tashlatilgan aslida bir ibora vardı. Adir bir yerde elip taşlatırken konuyu pükümez diyen ma qarash bu bak aciz jirak bu. Valla delil aleyhi illa en yakula qal. Bunun delilim yok. Fakat manda deb qalsan sal qamlashib qolish mumkin edi. Zuhur lafzi tatahhur fi ma'na al-ittisal va delil aleyhi. Tatahhur degan so'zningki yuyinish degan yani fe'l mukallafin dedigo bunda sal jalliq bo'lganligi ash delil deb turibsa sal amda qamlashib qolish. Lekin hada yuariduhu zuhur adam al-hazf fil aya. Lekin bunun qarta yana al-aslu nima adam taqdir shunama buningdagi zohirlikmi uning qarshi deydi. Yani zohirlik deganimiz aslida so'zda unda mahsub bo'lmaslik kerak shunama. Bu mushumuz zohir ahvolmish. Ma zohir ahvolmi aning yana taqobil tura oladi deydi. Fa innal hazf majaz. Chunki elib tashlatish degan bir xil majaz shunama. So'zni haqiqatga aparish azhar min hamlihi alal majaz. Demak buni taqdir vatdi, yani bunda degan so'z va dish bu bir xil asl qoidaga xilof deydi. Va kadalika fardul mujtahid ha huna idan taha bi nazari ila misl hada al mawdu' an yuwazin bayna az-zahirayn. Endi mujtahid bunda ahvol kelib qolsa, miyadin bir zohir va miyadin bir zohir va bo'lib qolsa, bu ikki zohirni bunda selishtirib boqadi deydi. Vazifasi shu deydi, mujtahidning vazifasi. Kama tarajjah andahu minhuma ala sahibi amila alay. Qasina o'zi jalliqroq deb qarasa, shu bo'yicha ish qilish kerak deydi. Va ani bizahiran an yuqayisa bayn zuhur lafzi fayda tatahharna fil iqtisal bil ma va zuhur adam al hazf fil aya. Bayatlik so'zni yana takrorladi. Ikki zohir vatdi. Birisi hazf bo'lmaslik, yana birisi fe'l mukallaf, yani yuyinish maqsad qilgan bo'lishi. Aw yuqayisa bayna zuhur lafzi fayda tatahharna fil iqtisal va zuhur lafzi yathurna fil niqa. Yoki ikki zohirni yana selishtirdi deydi. Bu bo'lsa-mu tatahharna degan so'z yuyinishni zohirroq, yathurna degan saqishni zohirroq, bu ikkisining qaysi ig'rivasida buni selishtirib baqish kerak deydi. Fa in kana azhar aydan sarafa ta'wil lafzi tani lahu. Qaysi zohir
dalalati kuchli desa, yana birninkini shuningga bo'ysundirish kerak deydi. Va amila ala numa yadullani fil ayati ala ma'na wahid. Andın bu oyatdagi ikki so'z andın bo'ysundirgan ekan, ma'mum shunda degan ma'ni bildirdi, ma'ni bildirdi deb ikkisini bir ma'ni kelib bordi. Ya'ni imma ala ma'ninaqa, ya'ni ikkilisi ya hezin saqishqa yoki juyinishqa elib berildi deydi. Ve laysa fi taban nazar fiqh an yantahi fi hadhihi al-ashya ila akthar min hada fat'amalu. Bun tadqiq qilib en oxirda mushundan boshqa xulosaga yetolmaysa deydi. Fiqh tadqiqotning tabiatida bunda ortiq bir narsa deyish mumkin emas. Fata'ammalhu nima bo'ldi? Demak, bu masala bak inchga diqqat qildi. Ve fi misl hadhihi al-hal yasuq an yuqal kullu mujtahidin musib. Bunda masalada mesela tang kelib qolgan ahvolda hamma mujtahid to'g'rini tepaqlayaq deyish mumkin deydi. Demak, aniq bir hukm kelmagan bunda ahvolda, dalillar tanishib qolgan ahvolda hamma mujtahid o'zi haqli. Va amma i'tibor Abu Hanifa akthar al-hayf fi hadhihi al-mas'alati fa da'if. Yani İmam Abu Hanifa'ning 10 kun deb bunda belgilab, 10 kun az bo'lsa bu chaqda juyinmisi bo'lmaydi deydigan, ha? Bunda 10 kun belgilanishi bu ojiz deydi. 10 kunni belgilashdan boshqa yunmaslik ma'noasida tanlışıp kaptasalım dedi. İmam İbn Rushd buningda hech qanday tarjih qilinmay qopti. Ham bizni o'zimiz amal qilishda aslında ikki qarash ehtimolli bo'lgan ekan. Duch kelib qolgan ahvolda endi havo so'g'oq, vaqt qiz, sharoit yar bermaydigan bo'lsa, ma qarash bo'yicha amal qilasizmi? Kang kushada azodlik bo'lgan chaqda juyinib, pak zulab munosabat qilgan texmi afzal. Al-mas'alatu ath-thalitha ikhtalafa al-fuqaha fi alladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Hem de hezda halatta yakın kilishni bizimga cheklindi degan. Bu haram ish. Yoki cho'nguna qatoriga kirishi to'g'ri gap. Faqala Malik va Shafi'i va Abu Hanifa ham birisi kep qapti. Ya yana to'y qilib ekan. Ya shunda bir o'zini tutolmay qilib, bu yaqin kep qapti. Nima hizam aman dedik-ku biz. Bu hizam amanning ra'y qilmagan gap. Ondan vaqafi. Bulab qoldi. Bulab bo'lgandan keyin bunu gamdı yok bu haram işte onda bunda degani paysi yok. Bu çare nima? Ma günahni hozir juyishning çaresi nima deb buni o'ylashgan. Faqala Malik va Shafi'i va Abu Hanifa albatta Imam Ahmad bunun bilan birga bir rivoyatda yastagfirulloh va istig'for aytib Alloh taolaning kechirishini tilish kerak. Boshqa bir ish yo'q deydi. Imam Ahmad yana bir rivoyatda yatasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar. Ya bir tilla ya yarim tilla sadaqa berdi. Bir tilla degan qanchalik? 4 gram çarak. 4 gram desek hadi 1 gramını 30 dolar desek ama 150 dolar 135 dolarga bordi. 135 degan gap yani hazır. Men ko'y qilib qalam da. Qachida sadaqa berish oson tushmaydi. Aw binisfi dinar yani bu ixtiyorliqida demakcha. Ya 1000 ko'y ya 500 ko'y sadaqa berdi. Wa qalat firqa min ahli hadis. Ahli hadisdan bir grup olimlar ayırıptı bular. İn vati'a fiddam fa alayhi dinar. Qon yani xun kilovatgan, ez kilovatga holat yaqin kelgan bo'lsa bir tilla. Hamda qon to'xtab qolgan chaqda yaqin kelsa yarim tillar yengilroq, ha. Va sabab ixtilafihim fi zalika ixtilafun fi sihhat al-ahadith al-warida fi zalika aw wahyuha. Bu yerda talash-talashning sabab bo'lgani mushaqqiga hadislarning saymo yoki ojizmi degan ma'nosida. Demak bu yerdagi ixtilof kapparatda. Gunoh bo'lishda ixtilof yo'q, ijmo, ha? Gunohlikda ijmo. Lekin kapparatda ixtilof bor. وذلك أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض أنه يتصدق بدينار. ابن عباس'ın kay rivayette izda ayoliga yaqin kelgan bo'lsa bir tilla sadaqa berdi deb ketgan. Yana bir rivayette yarim dinar deb ketgan. Va kadalik ruyadan fi hadis ibn Abbas hada annahu in wata'a fi ad-dam fa alayhi dinar wa in wata'a fi inqita' ad-dam fa nisfu dinar. Yuqrib ahli hadisning qarshida kepti. Wa ruya fi hadal hadis yutasaddaq bi khumsay dinar. Yani mushahidning bir rivoyatida khumsay dinar degani bir tillaning 40% deydi. Xumus degan 20% emasmi? Xumsay bo'lgan ekan, xumusda ikkisi. Shunami? 40% yani. 60 40 sinit dinar sadaqa qildi deb ketdi. Va bi qalal Avza'i. İmam Avza'i mushrivoyni yaptı. Yani yarim dinar emas, yarimda azroq. Faman sahha indahu shay'un min hadhihi al-ahadith sar ila al-amal biha. Mushahidni sayyid deb qarag'anlar, qas rivoyatin sayyid deb qas shu rivoyatiga esildi deydi.
ومن لم يسع عنده شيء منها وهم الجمهور يعني جمهور bu seydab qarmaqlıqdan عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. Demek aslında bunda icabul kafara yoktu. Şunama al-asl adamul vücub. Bundan olan iken biz asla şu kaidede qilib qolamiz deb vacib emas deb qarab. Öyle de İbn Abbas'tan hadisi aciz hadis. Hem rivayetler ona x-pas kelgan, muttarab kelgan. Yana acizlikning namasi mursal. Mursallikim bor. Albatta bir vaqt mustahablik bo'lishi mumkin. Chunki bir xilallikqa gunoh qilgan ekan. Buni bir kafara sadaqa o'tish innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at degan bo'yicha. Mustahablikda aslida ixtilof yo'q qol mustahablik. Yani vaciblikdadir bu. El-meselatu rabi'a ixtalafa ulama fil mustahada. Biz mustahadını qinidan boshqa odatda tumo va boshqa kasallikdan kelgan qon degan. Shunda kasal bo'lgan ayol faqawmun awjabu alayha tuhran wahidan faqat. To'g'ri mishada bir qatim juyunisha tuhran wahidan. Bu mustahada ayol ba'zi olimlar bir qatim juyunisi bo'ldi debdi. Va dalga andama tarana qadan qadat haydata ayzim tugide andaman istihada daris kirdim degancha bir qatim juyundi bo'ldi xolos. Keyin har bir namozga tardildi. Bi ihda tilkal alamat allati taqaddamat ala hasab madhhabula fi tilkal alamat. Yuqoridagi alomatlarga asosan to'xta degancha juyundi, bir juyunish bo'ldi xolos dedi. Va haula alladina awjabu alayhi tuhra wahida inqasamu qismayn. Bir qatim juyundi deganlar o'zaro ikkiga bo'linib ketdi. Faqawmun awjabu alayhi an tatawadda li kulli salat. Ba'zilar har namozga bir tardildi dedi va qawmun istahabbu zalika laha va lam yujibu alayhi. Yo'q, vojib emas, tard sunsa oladi. Tard sunga yo'llar orqali sunib kelsa oladi, bo'lmasa tardi bavuldi demek. Vallazina awjabu alayha tuhran wahidan faqat hum Malik va Shafi'i va Abu Hanifa ashabuhum. Demak, jumhurlar bir qatim juyunus bo'ldi deb qaragan ekan. Ve aktar fuqahal amsar başka fuqahalımı var. Ve aktar haula awjabu alayha an tatawadda li kulli salat. Bularni hamda ko'pchilikka har namozga tartilish kerak debdi. Ve ba'dhum lam yujibu alayhi illa istihbaban. Bayatdan qarasang takrorladi hozir. Her namazı bir tartilsa mustahab lekin tartishimiga ahvolda ammasi mayli edi. Bu İmam Malikning qarashi. Ve qawmun akharun ghayra haula raw anna al-mustahadat an tatatahhara li kulli salat. Jumhurdan başqa bir grup olimlar her namazga bir juyunidi debdi. Ve qawmun raw anna al-wajib an tuakhkhira at-tuhra ila awwal al-asr. Yani ba'zilabda juyunishni asrdan burroq vaqtga masalan atigan tarafda bomdatdan keyin deydi, bomdatdan keyin saqaygan bo'lsa, mustahada hukmiga kirgan bo'lsa, mustahada hukmiga kirgan bo'lsa, asrdan ilgariroq vaqt qadar kechiktirib qo'ydi. Peshimga gach juyunib bilan bunday qilib yurmaydi. Thumma tatatahhar fatajma va tajma bayna salatayn. Ani g'achchida juyunib bo'lgandikilan peshinni vaqti chiqtay deb qoladi, asrni vaqti kiray deb qolanda shu chaqda peshinni gach o'qitlam, Allohu akbar deb asrga azan chiqqanda g'achchida asrni o'qiydi. Demak, ikki namozni o'z vaqtida ham bir juyunish bilan yangi tarix bilan o'qigan bo'ldi deydi. Ondan undata tuakhirul maghrib ila akhir vaqtiha va avval vaqtil isha. Ondan xuddi bu musafirga o'xshatdim. Musafir anda jamlab o'qishga ruxsat qilingan. Undan keyin ikki namozning bir, bomda namozning bir qilib bir kunda bir so'tga 3 qatim juyunish kerak debdi. Yani her namazga bir qatim juyunib qo'yilmaydi. Bu tas, lekin ikkiga juplab bunda bir so'tga 3 qatim juyunsa demoqchi ekan. فأوجب عليها 3 أطهار في اليوم والليلة وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. بعض برسوت كبر ختم جنس بولدود. ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا. بعض دا بركش كندوز يا نما دبنا وقت belgilemepti. وهو مروين عن علي. جنود دبته لكن أمدا kolay olgan vaqtida her ختم بجنود algan çağda jünüp bunda cıkcık jünüp mağda diyen bolsun. ومنهم من رأى أن تطهر من طهر إلى طهر. Bu negen gebimde. Belki bu her qatam istihadada mesela bir qatam qan kirib to'xtash ama to'xtagancha bir juyunib keyin yani kap tursa juyunmay keyin yana bir qan to'xtagancha bir juyunib bunda degan bo'lsin. Ayolning sharoiti qiyinchilik qilish va jafolash masalasi bo'lgan ekan har xil deb qilaqam. Asal kechib turib yani keyin masalan peshin vaqtida juyuniblar mumkinda namoz o'qib bo'ldi. Hani asrgacha aralıqda yanında kep qalsa yoki ana shu mustahada hukmidamda keyin asrga juyunmagan bo'ldi. Asrga yana juyunish uchun ikkinchi qatim juyunish kerak. Buni suv istishi yoki ba'zi suv ziyon qildigan ahvol bo'ldi, sovuq qildigan ahvol bo'ldi.
Şuna bu ters, qiyin bo'lib qoladi deydi. Belki bazı so'zyan qildigan unda qilsin, so'zyan qilmaydigan unda qilsin deyishi mumkin. Bu ayolning da jafoga qilmaslikni ko'z tutganlik. Faytahassal fil masal bil jumlati arba'at aqwal. Demak bu masalada 4 xil qarash xulosalangan bo'ldi dedi. Birinchi, laysa illa tuhrun wahid faqat andan qatadamil hayd. Bu jumhurning qarashi. Ve qawlu inna alayha tuhr li kulli salah. Bu bir grup olimlarning qarashi. Ve qawlu inna alayha thalathatu athar fil yawm wal layla. Bir so'kkida 3 qatim yuvinish kerak degan qarash. Ve qawlu inna alayha tuhran wahidan fil yawm wal layla. Bir so'kkida bir qatim yuvinish kerak degan qarash. والسبب في اختلافهم في هذه المسألة واختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك. مشاهد كذا حديثلارның ظاهر معنىسى o'xshamay qolgan. وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة 4 أحاديث. مشهور حديثلارның 4 var. واحد منها متفق على صحته وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على صحته فحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. بقان تمردن çıkan kan. Heyz kana emas debdi. Fayda aqbalatul haydatu fada'as salah. Heyz kana ilişki başlagandan keyin siz namozni o'qimay qo'ying. Ketgandan keyin qon va gazamishni yuyib namoz o'qiyvering. Yani yuyinib namoz o'qiyvering. Va fi ba'd rivoyat hadal hadis, demak bu sayadisqa muttafaqun alayh. Yani bir rivayetida va tatawaddai li kulli salah. Her namozga tartibini deb keldi. يا أبو سيدس متفق عليه شيخ يعني أما المتفق على صحته فحديث عائشة بو متفق عليه حديث هذا ين بالرواية كيف تتوضئي لكل صلاة ديندا بو متفق عليه مس ما عبارة أبو داود رواية كتكن بعضلا بلكي ابن حبان ما أي سيد قال واقع الحديث إكينجي حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف أنها استحاضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة. Buna her namazda juyungayan da buyurup diken. وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري. Buna İshak, bu belki İshak ibn Rahuya, Zuhri'den munda rivayet kıldı dedi. وأما سائر أصحاب الزهري فإنما رووا عنه أنها استحيضت. Zuhri'den bir şagirde yani o İshak ibn Rahuya munda rivayet kıldı yukarıda. Ama Zuhri'nin başka şagirleri çoğu hem şagirleri İshak'tan başka hemisi munda da bir rivayet. استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما هو عرق وليست بالحيضة. وأمرها أن تغتسل وتصلي. Yani her namazda biz juyunub emas, juyunub namaz o'qing debdi. Adeta ezdin pak o'g'anlar juyunduga bir qatimning gapi var, her qatimning gapi yo'q dedi. Fakan taqtas likulli sala ala anna zalik wallazi fahimat minhu. Demak, juyunub namaz o'qing desa, bu ayol her namazga juyunub her bir namazga birdan juyunub namaz o'qing dedi deb tushunib qilib, her namazga juyunub namaz o'qib ekan. Demak, ma rivoyat hozir a rivoyatga o'xshamadi. Demak, bireylan unda diqqatsizlikdan nima qilib qolgan bo'lishi mumkin. Likulli salat degan alqa ayolning ishini Rasulullohning so'ziga opirvatdi deydi. Ayol o'zi har namozga bir juyunib namoz o'qitgan-ku. Likulli salat degan ma'nosi Rasulullohning degan so'ziga aralashtirib qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir xil illat ko'rsatadi. Ala anna zalika wallazi fahimatu. La anna zalika manqulun min lafzi alayhisalam. Demak, bu Rasulullohning so'zi yo'q. Ayol shunda tushunib shunda qilgan sharikda ayolning. Va min hada tariq xarrajal Buxoriy. İmam Buxoriy mush yo'ldan rivoyat qildi. Yani İshaqdan emas, boshqa shogirdlardan rivoyat qildi. Demak, Imom Buxoriy İshaqning rivoyati ma'lul deb qaragan bo'lishi mumkin. Shunama masala bor. Wa amma thalithu fa hadith Asma bint Umays annaha qalat ya Rasulullah inna Fatimah ibnat Abi Hubaysh istahidat فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. Bu alaka persotda 3 qatim juyunish var deganlarning dalil bo'lishi mumkin. Shu ayol haqidan Rasululloh peshin bilan asrga bir juyunson, shom bilan xuftanga bir juyunson, bamdatga bir juyunib, orliqda tartason debdi. Bir namoz juyungan bo'lsa, unda ikkinchi namozga tartidan nima juyunmaylar. Buni Abu Davud rivoyat qildi, Ibn Hazm saydab qarabdi. 4-hadis Hamna ibn Jahsh, bu Zeynep bint Jahshning singlisi yoki hamshirasi.
Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayyaraha beyne en tusalli salat bi tuhrin vahid indema tara ennehu qad enqata adamul hayd ve beyne en tagtasif fil yevm vel leyle 3 marat. Bunu ixtiyorligini beribdikan. Xasanız hez to'xtadi deb qaragandan keyin bir qatim juyuniblam namoz o'qiyverang. Xasanız bir sotkada 3 qatim juyuning deb. Ala hadis Asma bint Umays. Demak, mushadisda aning tarjih qildi demakchiman. Illa annavnaga zahiru alal vujub va huna alat takhir. Aningda vojiblikni bildirgan holat keldilar bizni. Ma'nda ixtiyorlikni berib keldi dedi. فلما اختلف ظواهر هذه الاحاديث ذهب الفقهاء في تاويل 4 مذاهب. Bunu muvafiq tushunishda 4 xil usulni tutdi. Birinchisi boshlikni mansuh deb, ikkinchisi birini olib birini qo'yish, tarjih qilish. Yani uchinchisi muvofiqlashtirib tushunish. Mazhabul bina. Endi mazhabul bina degan 4-inchisi ekan. Jami bilan binoning farqi nima esa, bino degan qarashchilar laysa yara anna hunak ta'arudan fayjma baynal hadisayn. Bunda zidlik yo'q deb jamlaverdi ekan. Jami degan-cho'n yani bina degan ma'nosiga uni dastlab tushunaverdi ekan. Bu hech qanday zid kelmaydi. Jami degan ikki zid kelib qolsa, muvofiqlashtirib tushunmaydi deb ikkisini bir joyga kelib qoladi ekan. Fata'ammal hada mana bu jinishga masala. Bani bilan jamining o'rtasidagi farq. Fa innahu farqun bayyin. Aniq farq bor bunda. Va amma madhab at-tarjih, nas deganlig'i ishtugida shunami? Makin hükümde plan mesela. Tercih qilganlar faman akhadha bi hadis Fatima ibn Abi Hubaysh limakan ittifaq ala sihhatihi. Buning uchun bu hadisni tercih qildirsa, buni muttafaqun alayh sayilkida. Shunga buning zahir bo'yicha amal qilaveramiz. Ya'ni min annahu lam ya'murha sallallohu alayhi vasallam an taqtul li kulli salat. Buning zahirida nima? Rasululloh uni har namozga unda yunish buyurmadi. Namozni jamlab o'qishga yani bir g'usl qilib bilan ikki namoz jamlab o'qishni buyurmadi. Yoki boshqa yuqorida degan mazhablardagmi biznes buyurib boqmadi. Va ila hada zahab Malik va Abu Hanifa ash-Shafi'i va ashabu haula va humul jumhur. Demak jumhurlar mush qarashda. Va man sahhat indahu min haula az-ziyadatu al-waridatu fihi va tatawadda li kulli salayaka ziyadakaga iboralar har namozga mushuni sahih deb qarag'anlar Abu Dawud rivoyat qilgan mush ziyadani har namozga ta'attaldu deb qaradi. ومن لم تصح عنده يقبس هي مسدب قرغ الله يواجب مسدب قرده. وأما من ذهب مذهب البناء فقال إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواة ابن إسحاق تعارض أصلا. Demek biyada bu işkalistan oturda zıtlık yok. İbn İshaq'ın rivayeti kelgan Ummu Habiba hadisida zıtlık yok debdi. وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة. Fatima'daki ba hükümge hadiste Ummu Habibe'nin hadisinde artırarak hüküm geldi. Çünkü hadis Fatima bu vakal cevap fi an sual. Soğan sualga kelgen cevap. Hel dalga dam haydun yemnasala bu kan namazını to'silgan hezmi emasmi deb so'rabda shuningga loyiq javob bergan. Bu hez emas. Va lam yukhbirha fihi bi wujubi at-tahar. Juyunish vojib emas degan juyunishning gapini qilmadi dedi. Her namazı juyunishning kerakli maskutun anhu demek. Alik bu malik dalil xitob doirasiga kirdi. Shunama mafhum muxalafa. Demak, hez to'xtagan chaqda yoki har namozga juyunman degan gap yo'q dedi. Ummu Habibe'nin gitjo her namazga juyunishni buyurdi. Lekin jumhur bunda deb do'li qilsin bo'ldi dedi. Inna ta'khir bayan an vaqtil hajati la yajuz. Bu Fatimaga shu chaqda her namazga juyunish vojib bo'lgandikan, shuni deb qo'ymasa bo'lmaydi. Kechiktirish joiz emas. فلو كان واجبا على الطهر لكل صلاة أخبرها البتة أنه واجب بغن بوس خبر قيغن بولت ديد ويبدو أن يدعي مدعين أنها كانت تعرف ذلك يقو فاطمة بنت حبيش هر نماز جنسي بلت ديشة وبكجراق مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيضة استحاضة ولان هيزدن فرقنو قمغا أدام هر نماز جنسي شكمن قندا بلدو وأما تركوا عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض. نمشين أمدا هزدن سقايغان چاقدا جونيشنز كرك دب قويمي ديسا فمضمن في قوله بو باش حديثنا شده إنها ليست بالحيضة ديان سوزدن شده با لأنه كان معلوما من سنن عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل. بونا أو نملا Resulullah'ın bayan kılgan bölümünü belirtti dedim. Yani hezin sakayışta juniş kereklikini emmelen belirtti. Fe'iden innema lem yukhbirha bidalik lianna kent alime bi. Bilgeçke haber kılmağan. Ve leysel emri kezalike fi vücubu tuhr. Lekin her namazı junişta onda emas onu bilmeydi dedim. Bu burun onda bulmak kim kage hüküm bu. Şu an bunu bilemeye kıldı. Fe'tatarraq ila zalika el meseletul meşhura. Bu yada ma talaş kelip çıktı. Hali ziyada neskun emla.
Bu kelgan ziyoda boshqa hadisda yo oyat kelib keyin hadis kelgan bu ziyodalik burunqi hukmni nasx qilib o'tamdi yo taxsis qilamdi degan. Vaqad ruya fi ba'd turuq hadis Fatima amruhu alayhi salatu vassalam laha bil ghusl. Fatimaning nimasi hadisida ba'zi rivoyatlarda g'usl qilishga buyurganlik kelgan. Fada va halu man dhahaba madhhab at-tarjih va madhhab al-bina. Demak bu mazhab at-tarjih va mazhab al-bina nima qilganning qarashi mushu yuqorqi dema. Nasdab qaralcho in hadis Asma bint Umays nasikhun li hadis Umm Habiba. Hadisni nasx qilibdi deydi. واستدل على ذلك بما روي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة. Bununla bana delil kıttı. فلما جاهدها ذلك بقشن كتكنك هر نمازنا أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد وتغتسل ثالثا للصبح. بقشن كتكنك برسوت شكتم جنون دبتو. وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع جملة بقال شو أما دسنا إن حديث فاطمة ابنة حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض. Ezkilerini bildiğin, ma ezkini ma istihadıkında ayrıyalıdığın ayarlaqır kelgan. Umma Habibining olsa bilmeydiğin ayarlaqır kelgan. Demek şuna ehtiyat qilib her namazga bir qatimni juyning deb ehtiyatan degan gap. Wa zalika nadi idza qamat ila salat yahtamal an takuna tahurat. Namazga turgan chaqda bu ayol pak bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu chaqda her namazga bir g'usl vojib bo'ldi. Bu bir xil ehtimolli bo'lg'achqa ehtiyot qildi dedi. Hamda Asma ibn Umaysning hadis shu Ez küllerini istihada günde ayıramaydığı ayarlıq kılıyor. İlla annahu qad yanqata anha fi awqat. Lekin aralıktan da bu to'xtab qilish ehtimoli bo'lganlik uchun qon to'xtab qolsa istihada to'xtab qilish ehtimoli bo'lganlik uchun vajib alayha an tagtasil va tusalli bidalika al-ghusl salatayn. Juyunib asho juyunish bilan ikki namozni bir o'qilish kerak bo'lib qoldi deydi. Bu ehtimolli bo'lganlik. وهنا قوما ذهبوا مذهب التخير بين حديثي أم حبيبة وأسماء بعض لامدن أنا أسان ميل ما أنا أسان ميل دبقت يعني مش قدم جنسان ولد برقدم جنسان ولد دماغ شما واحتجوا لذلك بحديث حمنا بنت جحش وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها رسول الله أنا اختيار لكم بربتوش نما وهؤلاء منهم من قال إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها بعض دبتو اختيار لك لاجل أيال ديان بو إيز nimasini uqmaydigan istihada hez deb buni farqlanmaydigan ayol deydi. Ba'zi debdi yo bu ixtiyorlik bagini mustahada ayol bilsin bilmasin. Va hada qawlun khamis fil masla bu 5-so'z bu maslada kerak. Illa annallazi fi hadis Hamna ibnat Jahsh innama huwa at-takhir bayna an tusalli salawat kullaha bi tuhrin wahid. Ibnat Jahshning hadisi kelgani hamma namozni bir juyunish bilan o'qish yoki bir sotkada 3 qatim juyunish manda ixtiyorlik keldi. Va amma man zabilan al-wajib an tathura fi kull yawmin marra endi bir kunda bir qatim juyunsa bo'ldi deganlar-chi fala'alau inma awjaba zalika alayha limakan shak va lastu a'lamu fi zalika atharan. Ular bir hadisga tayinmagan bo'lishi mumkin. Va unda shaq qilganlikdan endi baqinkanmi son deb kunda bir qatim juyunib qo'ysa bo'la deb qaragan bo'lishi mumkin. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك